Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi murojaatnomam ta'lim sohasida korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, korrupsion holatlarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda aholiga ochiq ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha. Hurmatli ustozlar, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrli maktab va maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari, so'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida muhtaram yurtboshimiz tomonidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan adolatsizlikni qoralab, unga qarshi kurashish, xalqimizni rozi qilish zarurligini azaldan yuksak qadrlanib kelgan va hamma narsadan ustun bo'lgan adolat tuyg'usini yanada keng qaror toptirish lozimligini alohida ta'kidlamoqdalar. Korrupsiya bu jamiyat taraqqiyoti uchun xavfli jinoyat bo'lib, davlatni ich-ichidan yemirib boradi, xalqni xonavayron qiladi. Davlat va jamiyatda sog'lom muhitni qaror topishi, mamlakatning barqarorligini, tinchligi va taraqqiyoti uchun xavf soladi. Adolat qaror topgan demokratik fuqarolik jamiyatida yashamog'imiz nafaqat davlat organlari, idoralarida faoliyat yuritayotgan xodimlar va rahbarlar, balki har birimiz mas'ul ekanligimizni unutmasligimiz, korrupsiyaga qarshi kurashish barchamizning burchimiz ekanligini anglashimiz, uning oldini olish, batamom yo'q qilish, unga nisbatan murosasiz bo'lishda har birimizda o'z hissamizni qo'shmog'imiz zarur. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, korrupsiyaga qarshi kurashish eng samarali va ta'sirchan yo'li bu faoliyatning har bir bosqichida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash hisoblanadi. Jumladan, bugun maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, markaziy apparati va hududiy boshqarmalari hamda tizim tashkilotlarida ham ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash borasida muayyan ta'sirchan ishlar amalga oshirilmoqda. Vazirlikda korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat boshqarmasida hududlarda va tizim tashkilotlarida uning bo'linmalari tashkil etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi va rejasi tasdiqlanib ijroga qaratildi. Xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalariga xodim mehnat shartnomasi bo'yicha o'z xizmat vazifalarini bajarayotganda korrupsiyaviy xatti-harakatlarda qatnashmaslik, o'z vakolatlarini suiiste'mol qilmaslik kabi qator majburiyatlar bo'yicha o'zgartirishlar kiritildi. Hurmatli boshqarma va shahar va tuman darajasidagi barcha tizimimizdagi rahbarlar, bir narsani aniq bilishingizni iltimos qilaman. Tizimda korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, har qanday korrupsion holatlarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha izchil harakatlarni amalga oshirishingiz va korrupsion holatlarni kechirilmaydi va qonunlar doirasida choralar ko'rilishini anglashingiz zarur. Shuningdek, o'tgan 5 oy davomida maktablarda sovg'a salom va boshqa maqsadlarda pul yig'ish bilan bog'liq bir qator murojaatlar kelib tushdi. Shu o'rinda hurmatli ustozlar, ota-onalarga ham murojaat qilishni lozim deb topdim. Hurmatli ota-onalar, maktablarda, bog'chalardagi sovg'a salom berish holatlarini bilganingizda, eshitganingizda yoki tashabbus ko'targan ota-onani bilganingizda, sizlardan maktab rahbarlari va o'qituvchilar bayram va tug'ilgan kunlariga bahonasi sovg'a va salomlar tashkillashtirishni aytganida, bizning boshqarmamizning ishonch telefon raqamiga chiqib ushbu holatlarni aytishni va tezda biz buni bartaraf qilishni majburiyatimiz deb bilamiz. O'qituvchi uchun shogirdning muvaffaqiyati bu eng katta sovg'adir. Bunday holatlarga qarshi kurashishga viloyat maktabgacha maktab ta'lim tizimidagi barcha xodimlardan tortib o'qituvchilar ham birdek mas'ul hisoblanadi. Bu illatni yo'q qilmasdan turib biror bir sohaning rivojlanishiga erisha olmaymiz. Bu borada biz ommaviy axborot vositalari xodimlari, keng jamoatchilik a'zolarini korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashishga, ushbu illatni
ta'lim tizimidan butunlay chiqarib tashlash biz uchun hamkorlik qilishga chaqiramiz va iltimos qilamiz. Barcha viloyatimizdagi tashkilot rahbarlari, ota-onalar qonun buzilish holatlari aniqlanganda bizning boshqarmamizning ishonch telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.